Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Turdibekov Bobur Saidovich. 16 yildan ortiq tajribaga ega travmatolog, ortoped shifokoriman. Bugun biz sizlar bilan osteoartrit hamda osteoartroz kasalliklari haqida suhbat olib boramiz. Avvalambor biz osteoartrit hamda osteoartroz kasalligini farqini bilib olishimiz kerak. Osteoartrit nima? Osteoartrit bu asosan bo'g'imlarni yallig'lanishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Bunda asosan belgilari o'sha tizzada yoki boshqa bo'g'imlarni oladigan bo'lsak, shish kuzatiladi, qizarish, kechalari og'riq, dori darmonlar ham keragicha ta'sir ko'rsatmaydi, hattoki temperatura chiqishi bilan kuzatiladi. Asosan osteoartrit kasalligini 100 dan ortiq turi bor. Asosiy turlari bu birinchi navbatda osteoartrit o'zi. Osteoartrit nima? Asosan bu bo'g'imlarning yallig'lanishi bilan kechadi yoshga bog'liq uchraydi bu. Bundan tashqari revmatoidniy poliartrit. Asosan bu revmatizm bilan kechadigan jarayonda, ya'ni o'sha organizmda revmatoidniy faktorlarning oshishi bilan kechadi. Undan keyingisi esa bu psoriatik artrit. Bu psoriaz kasalligi natijasida shu bo'g'imlarda artrit holatlari uchraydi. Undan keyingisi esa bu podogratik artrit. Podogratik artritda asosan o'sha bo'g'imlarda, umuman organizmda mochavoy kislotani oshishi natijasida bo'g'imlarni yallig'lanishi bilan kechadi. Keyingisi esa bu infeksion artrit. Bu infeksion kasalliklar natijasida kuzatilib o'tadi. Asosan bu osteoartrit kasalligining sabablari qanaqa? Sabablari birinchi navbatda osteoartritni o'zi bu bo'g'imlarning yallig'lanishi bilan kechib, asosan bo'g'imlarda shamollash jarayoni bilan, ayrimlarda masalan o'sha nam joylarda, zaxda ishlaganlarda uchrab turadi bu. Asosan bunda qanday namoyon bo'ladi? Birinchi navbatda o'sha bo'g'imda kuchli og'riq, shish hamda o'sha bo'g'imni ushlab ko'rganimizda bo'g'imda mahalliy harorat, ya'ni qizish aniqlanadi, og'riq kuchli bo'ladi. Bunday holatlarni biz oldini olish uchun albatta kuzatib borishimiz kerak. Nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ya'ni o'sha ish jarayoni, organizmdagi o'sha immun sistemani holatiga qarab bu baholanadi, ya'ni oldini olinadi. Osteoartrit kasalligini klinik belgilari qanaqa bo'ladi? Boya yuqorida aytib o'tganimizdek, osteoartrit kasalligini asosiy belgilaridan biri bu bo'g'imlarda shish. Asosan o'sha bu yirik bo'g'imlarda, ya'ni tizza bo'g'imida bu osteoartrit deyiladi, chanoq son bo'g'imida va tirsak, bilak hamda yelka bo'g'imlarida kuzatiladi. Asosan bundan tashqari yana jarayon kuchaygandan keyin bu bo'g'imlarni hattoki o'sha bo'g'imlarni sinovial suyuqligini o'zgarishi natijasida patologik sinovial suyuqlik ishlab chiqaradi hamda bo'g'imda shishlar kuzatiladi. Buni bursit yoki sinovit deyiladi tibbiyot tilida. Bu haddan tashqari ko'proq suyuqlik ishlab chiqargandan keyin o'sha tizza bo'g'imidagi o'zini suyuqligi, ya'ni o'sha gialin qavatining buzilishi natijasida har xil og'ir patologiyalarga olib kelishi mumkin. Tizza bo'g'imi osteoartritini tashxisoti qanaqa bo'ladi? Asosan bunda birinchi navbatda o'sha klinik ko'rik, ya'ni o'sha bemorning shikoyati, qachon boshlangan hamda qachondan beri bezovta qiladi, so'rab surishtiriladi. Bundan tashqari laborator tekshiruvlar, qonda umumiy qon tahlili, umumiy peshob tahlili hamda revmatoidniy faktorlarni aniqlaymiz. Ya'ni bunda o'sha S-reaktiv belok deyiladi. Ya'ni bundan tashqari aslo revmaprobani tekshirib ko'ramiz. Shunga qarab biz tashxis qo'yamiz. Bundan tashqari boshqa boya yuqorida aytib o'tganimizdek, psoriatik artrit, podogratik artrit, infeksion artrit klinikasiga qarab boshqa tekshiruvlar o'tkaziladi.